Qulupnayni tuzli suvda yuvish kerakmi yoki iste'mol sodasida? Qulupnayni yuvishda tuzli suv ham, iste'mol sodasi ham foydali, ammo har birining o'ziga xos vazifasi bor. Tuzli suv gijalar tuxumlari, mayda hasharotlar va ayrim mikroorganizmlarni yo'qotishda samarali. Iste'mol sodasi pestitsidlar va kimyoviy modda qoldiqlarini tozalashda ayniqsa samarali bo'lib, u shuningdek bakteriyalarni yo'q qilish xususiyatiga ham ega. Agar siz maksimal darajada tozalashni istasangiz, ikkalasini birgalikda ishlatish eng samarali usul hisoblanadi. Buning uchun 1 litr suvga 1 choy qoshiq iste'mol sodasi va 1 osh qoshiq tuz soling. Qulupnayni bu eritmada 5 daqiqa ushlab, so'ng toza suvda yaxshilab chayqang. Natijada pestitsidlar yo'q bo'ladi, mikroblar kamayadi, gijalar tuxumi va hasharotlar tozalanadi. Sog'lom ovqatlanish toza mahsulotdan boshlanadi. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.